بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hürmetlik, muhterem Allah Subhanahu ve Taala'nın dinini üstüge algan Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın ki vazifesini özümnün Allah bana tapşırgan amaneti dep Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın izbasarı bolgan barlık ustazla ölümalarga ve Allah Subhanahu ve Taala'nın dinini, İslami amanetini üstüge elip Allah Taala'nın İslam dininden ibaret boğan hakikat nurga ve hidayet gülzarıga ve dünya ve ahiretinin nurluk çırağı ve bəxti boğan İslam dinine müşerref boğan barlık Uygur Müslümanları ve şundakla barlık dünya Müslümanları her birsimizge Allah Subhanahu ve Taala bizge düşürgen İslam amanetini ve Allah Taala bizni dünya ve ahiretinin hidayetiga başlaş üçün evetken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ki risalet ve sünnet ve körsetmelerini kadirlep dünyada mı ahirette mi bəxtki erişkile nasip olsun. Maksat Allah Subhanahu ve Taala her bir şeyige şu şeyini kandırdıgan ve şu şeyini ravajlandırdıgan ve şu şeyini devam etkizdigan onun ihtiyaçlarını toluk kılıp Allah Subhanahu ve Taala nimet ve fazl ihsanı bilen şu narsiga keraklik maddi ve ruhi onun taleblerini joyida o'rindab bergan. Şuna hayatlıktaki hemme narsa Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim degandek Estaizu billah Tebarakellezi biyadihil mulku ve huve ala kulli şeyin kadir. Barlık, igidarçılık ilkide boğan Allah Subhanahu ve Taala her şeyi kadirdir degen muşu ayette bizi körsətkendek her bir şeyi Allah Taala'nın mülkü ekanligi, her bir şeyi Allah Subhanahu ve Taala'dan kabul kılgan manevi ve maddi nimet bilen hayat keçirdiganligini Allah Subhanahu ve Taala mana muş ayette bizge bayan kılgan. Yine Allah Subhanahu ve Taala yeni bir ayette Allah Subhanahu ve Taala'nın yaratkan kanuniyetini almashtırış yok degen. Demek biz hayatlıkta hayat keçirimiz deydikenmiz, bəxt tapımız deydikenmiz, bizdinki ruhi maneviyetimizni ve maddi hayatlık cismaniyetimizni her ikkilisini Allah Taala ve onun peygamberinin körsetmesi, Kur'an ve hadistinki körsetmesi bilen korallandırgan, uzuklandırgan vaktimizde dünya ve ahiretinin bəxt saati erişeleyimiz. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlar. Şunun üçün siladın soraydıgan bir sual şu ki hazır bizning Şarkı Türkistan'daki mezlum Müslümanlarımız Şarkı Türkistan'daki barlık urutkkan dini kıyırındaşırımız ve şundakla çet el turvatkan barlık Müslüman kıyırındaşırımız hem dünyanın her kaysi jaylarida turvatkan barlık Müslümanlar nimege en ihtiyaclık, nimege en söz, nimege en bek bula telmin otudu dep sorgan musualga her birsimiz alahide kallımızı silkişimiz, alahide ehmiyet birişimiz, alahide özgürüşümüz ve özümüzden sual soruşumuz lazım. Demek bulup mu
Sharq Turkiston Uyg'ur musulmonlarining vatan ichida turganlari yoki vatan sirtida turganlari ular ussiz. Ular ma'naviy jihatdan ussiz. Ular ruhiy jihatdan ussiz. Ular fikriy jihatdan ussiz. Ular diniy jihatdan ussiz. Ular axloq, madaniyat, safa, tushuncha jihatdan ussiz. Ular ilm va madaniyat va amaliy bo'lgan hayotlikdagi erkinlik, hurlik va bo'libmi Alloh taolo tushirgan Qur'on hadisning hidoyati, siyosati va xalqarodagi har qanday bir erkin yashayotgan musulmonlar qatorida yashaydigan amaliy erkinlik, siyosiy huquq tarafdan bular ussiz. Bo'libmi bu Uyg'ur musulmonlari, Sharq Turkiston musulmonlari mayli Sharq Turkistonning ichida bo'lsin yo sirtida bo'lsin, to'g'ri bo'lgan islom din tushunchasiga uyg'un holatda strategik, haqiqiy to'g'ri bo'lgan plan va yetakchilik va muqim bo'lgan ideologiyalik amaliy uzun muddatlik to'g'ri yetaklashga va to'g'ri bo'lgan qanoatmanlik bir haqiqiy yo'l ko'rsatishga alohida ehtiyojliq va shundaqla doimlik bo'lgan tushkunlashimizni yo'qotolgudek va dunyodami oxiratdami bizga haqiqiy uzuq bo'lolgudek ruhiy ma'naviyatga ehtiyojliq qarindoshlarimiz. Shuning uchun mana shu Uyg'ur musulmonlarimizninki mana shundaq ma'naviy jihatdagi ehtiyojligimizni, mushu ussizligimizni iymon sharbati va haqiqiy to'g'ri bo'lgan hidoyat va yetakchilik, strategik plan va jushqun bo'lgan amaliy tarbiya bilan va dunyo va oxiratlik baxtga erishtiradigan haqiqiy jonliq ruhiy ma'naviyat bilan bularni biz sug'ura oldikmi degan bu savolga biz har birisinglardan javob so'ramoqchi. Har birisinglardan bu savolga qarata amaliy bo'lgan so'zinglar, qalaminglar, harakatinglar barliq iddivi va amaliy bo'lgan Qur'on hadisga uyg'un bo'lgan jihad va ko'rishinglar va shundaqla har qandaq bir iqtisodiy va qobiliyat va fanniy iqtidoringlar bo'libmi ilmiy va diniy va iqtisodiy jihatda va siyosiy jihatda kishilarga yetakchilik qilayotgan bo'libmi Uyg'ur musulmonlarga yetakchilik qilayotgan rahbarlarimizningki alohida mana bu savolga diqqat qilib, zodi biz Uyg'ur musulmonlarining mayli chet eldagi bo'lsin, mayli vatandagi bo'lsin, har birisining mushu ruhiy bo'lgan ussizligini haqiqiy qanoatlantiradigan holatda yoki hech bo'lmaganda Allah bizga tushirgan haqiqat islom din hidoyati bilan to'g'ri bo'lgan umidga to'shqiza olgan holatda bir bularni ruhiy uzuq bilan va to'g'ri fikr bilan va ilmiy bo'lgan ta'lim tarbiya bilan va siyosiy bo'lgan to'g'ri ko'z qarash va uzun muddatlik plan bilan strategik haqiqiy xizmat bilan bularga biz to'g'ri javob beraldikmi deb o'zimizdan so'rash har bir yetakchilarning va har bir yuqorqi barliq ustoz va rahbarlarning va barliq ziyolilar va barliq islom xizmati qilayotganlarningki mas'uliyati. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Astaizu billah va laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha wajtanibut tagut. Biz har ummatda elchini avatdik. Nima deb? Yolg'iz bir Allohga cho'qininglar. Sizlar Allohga qarshi o'zini iloh qilayotgan, o'zini iloh qilib olgan yoki o'zininki zolim, fashist qonun siyosatlarini kishilarga yurgizayotgan
Allah Taalaga qulchilik qilishni va haqiqiy Allah rozi bo'ladigan va Allah tushirgan din bilan yashaydigan baxtlik iymon va to'g'ri bo'lgan Qur'on hadisning ilmiy haqiqatlarini haqiqiy qadrlaydigan mana shunday muxlis mu'minlarni o'ziga cho'qinish uchun o'zininki yolg'on ilahlarga va yolg'on qonun siyosatlariga bo'ysundirish uchun tirishchanlik qiladigan barliq yolg'on ilahlar, yolg'on zolimlardan ularni yiroq turg'izinglar deb Allah subhanahu va taolo bizga alohida buyruq qildi. Yine Allah subhanahu va taolo yana shunday dediki: "Astagfirullah, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf va tanhauna 'anil munkar va tu'minuna billah." Sizlar insoniyatga chiqarilgan yaxshi ummat bo'ldinglar. Nimishqa? Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sqanliginglar uchun va Allah subhanahu va taologa ishonganliginglar uchun dedi. Demak, biz yaxshi ummat bo'lishimiz uchun birinchi qilib yaxshilikka buyurib, yomonlikdan to'sishimiz, ikkinchi qilib Allah subhanahu va taologa bo'lgan ishonchini, Allah taologa bo'lgan haqiqiy to'g'ri tushunchini, Allah subhanahu va taologa haqiqiy bog'lanishni paydo qila olishimiz, musulmon xalq hayotiga kirib olgan ma'naviy va amaliy kasallarni bulardan tozishimiz, bularning hayotida haqiqiy dunyo va oxiratlik yaxshi amal va go'zal haqiqat nurlarini bularning hayotida biz canlandırı alışımız bizning mas'uliyetimiz ekanligini Allah subhanahu va taolo alohida dedi. Yine Allah subhanahu va taolo dedi ki: "Mu'min erlar, mu'min ayollar ba'sining egalari. Ular bir-birini yaxshilikka buyuruydi va yomonlikdan to'sidi" dedi. Qarindoshlarimiz, bu oyatdagi ma'ruf, bu oyatdagi munkarni men ko'p tushuntirib o'ltirmasammi, har bir ilmisi va o'qiyotgan, dinni tushunayotgan, bularni hozirgidek eshitilgan dunyolarda internet, tor, har xil shaylar orqali dunyoni nazorat qilgan, bularni Sharq Turkiston musulmonlarining hozirgi ahvolini bilayotgan insonlar, tunayotgan insonlar buni biladi. Demak, munkar degan bizningki bulutmu Uyg'ur musulmonlarga kelayotgan, dinsiz kommunistlar tangayotgan barliq siyosat, barliq zulm hammasi munkar. Yaxshilik ma'ruf degan mushu Allah subhanahu va taolo uning payg'ambari buyurgan ishlar va shuningga erishib mush kommunistlarning, dinsizlarning, barliq zolimlarning islomga qarshi paydo qilgan yomonliklarini yo'qotish uchun qilgan yaxshilikning hammasi payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayoti siyatiga uyg'un, hammasi ma'ruf. Demak, mana shunday yaxshilikni bular e'lon qiladi, buyurdi, bularni o'zining hayoti amitida barliq keltirdi dedi. Yine Allah subhanahu wa taolo dediki: "Estağfirullah. Ve men ahsanu qawlan mimmen da'a ila Allah ve amila salihan ve qala innani minel muslimin." Allah subhanahu wa taolo tarafiga da'vat qiladigan va o'zini yaxshi amal qiladigan va o'zi men musulmonlar ixlosman Allohga o'zini topshirgan, Allohga bo'ysungan, Allohning payg'ambari ilib kelgan barliq buyruqlarga bo'ysunib, cheklimlardan yenib, qizg'inligi qalbining roziligi bilan Allah topshirgan vazifalarni har qanday bir aziyat, musibat, jafo, har qanday bir xafalık kelsimi haqni dunyoda jikarlash, haqni dunyoda yoritish, haqni dunyoda ustun qilish uchun barliq xizmatlarimda faqat Allah subhanahu va taologa sadoqatman bo'lib bo'ysunaman deydigan kishidan so'zi yaxshi kishi bormi deb Allah subhanahu va taolo bizni mush oyatlarda alohida mushundaq ussiz qolgan musulmonlarni bo'libmi hozirgidek favqulodda xafalikka uchragan musulmonlarni qutqizishga alohida buyurdi.